Assalomu alaykum. Anglab atqanlar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yil 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay, avtori Nur Rozi. 22-bob Halokat buyruqi. Davomi. Anjambay suv boshiga yetib kelibla, general leytenant Saqbekning o'zining maslahatchi yordamchilaridan 30 nechini ilib iliga qaytib ketganligini, u menish oldida betimning rohi talibi bo'yicha Janubiy Shinjan inqilobi amdi o'z ishini to'xtatsin deb buyruq tushirganligini, ondan bu joylardagi qo'mondonlik shtabining oxirgi xizmatlariga Tahir Begning mas'ul bo'lganligini, Qosim Toshning bosh maslahatchi bo'lib, butun qismlarni qaytirish, qurollarni yig'ib olib, bosh iskilotga topshirish ishlarini ishlaydiganligini, uqtirganligini angladi. Adam ko'p bo'lsa, anglab qoladigan gap so'zlarmi shuncha ko'p bo'ladi ekan. Quloqqa yoqmaydigan ba'zi bir ilmak to'qinaq, ta'tir putoq gap so'zlarni anglab qilishqimi ba'zida majbur bo'ladi ekan. Bundaq tog'dan bog'dan so'zlab ko'nglini g'ash qiladigan odamlar kursdagilarning orasidami xili bor edi. Ular bir yerga jam bo'lib qolsalar, mushundaq palapatish gaplarni qilib, so'rinni qizitib o'tadi. Lekin ularning bundaq palapatish gaplarining o'ziga tushliq asosi bor edi. Hey, mana endi bizda xuddi egichaqsiz yetim balg'alar o'xshab qoldik-da. Boshliqlar ketib olib chatoq qildi. U boshliqlar ketib olgan bo'lsa, yana yangi boshliqlarmi bor-ku? Shular bizga ega bo'ladi. Ular bizga inqilobga ega bo'la olgan bo'lsa, obdan bo'ladi-ku. Asli chatoq texi oldimiz o'xshaydi. To'g'ridigina, ularning iloji yo'q-da, ko'rmayyotamsan. Ularmi mushu kunlarda xuddi suvga tushib ketgan mushukdeklar shumishib ketibdi-ku. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Umidsiz odam kelgusida quriladigan milliy armiyaning g'olliq kadri bo'la olmaydi-jimo. U milliy armiya qachon qurildi ekan? Bizning tuproqimizni qumlar besib bo'lgandimi? Qaysi odam bilan, nima bilan qurdi ekan? U milliy armiyani qurollar yig'ib olindi, odamlar tarqalib ketdi. Hammasi quruq gap, xam xiyol. G'am qilma, kelgusimiz parlaq. Voy bo'ldilar, to'la cho'ng gap qilmag'ina. Siningmi burna kunlar voy esit, biz endi tugashdik. Qurollarimizni yig'ib oldi. Odamlarimiz tarqalib ketyapti. Qandaq inqilob qilamiz deb ho'ngirab yig'ilganligini hamma odam ko'rgan. Sining yig'andan ichimiz serilib ketgan. Yalg'iz menla yig'ildimmi? Boshqalarmi yig'ildi-ku? Ahvol shundoq tursa, yig'ilmay qanday qilamiz? Bizga harbiy ta'lim-tarbiya beradigan odamlarning hammasi ketib bo'lgan tursa, endi kim bizga o'gitidi? Parch-purat ishlarni qilib yurib, vaqtimiz zoya bo'lib ketyapti. G'am qilma, bizga xalq o'gitidi. Xalq bor, o'ginib qolamiz, asta pishib yetilib qolamiz. Voy Anjambay, nima da'vatsiz? Bizlar pishib yetilib bo'lgacha dushmanlar bizni pishirib yeb bo'ladi. Biz jim turmaymiz. Dushmanlarning pishiradigan qozonlarini, yeydigan, chaynaydigan tishlarni chiqib tashlaymiz. Vaytang, qandoq bo'larkin? Hammasi aldamchilik, o'zimizni aldaydigan quruq gaplar. Ashundoq quruq gaplar bilan o'zimizni aldab, og'zimizni tatliq etib yurimiz. Ah, Xudo, kelmas ketdi. U tatliq she'rin arzu armonlar. Xudoyim murad maqsadimizga yetkazar. Biz undaq omadli garalmabdikanmiz. Peshonimiz ta'tir ekan. Bundaq azobli kunlar mana shundaq qaqshash, dard alamlar bilan o'tayverdi. Buningga ulapla taraflardan ichinishliq shum xabarlarmi o'zilmay kelaverib, ularni texmi bak azobladi. Men bu shum xabarni texi bayla angladim, dedi mayor Said Nazar buquldoq yig'lab turib. Biz Qiziltog' liniyasidagi barliq qismlar buyruq bo'yicha 6-oyning 17-kuni dushanba Qo'shirabqa yig'ildik. Yuqorining 11 moddalik bitimni ijro qilish to'g'risidagi jiddiy buyruqni angladik. Ondan qurol yaroqlari yig'ib olindi. Bir nechimizdan boshqa qolgan odamlarning hammasining o'z yurtlariga qaytarilganligi uqtirildi. Shu hamon inqiloblar orasida Allochuqan, g'ulg'a, yig'izara, varanchuron ko'tarilib ketdi. Ular qaytmaymiz, jang qilamiz deb shuarlarni to'g'lashdi.
tushuntirishlarmi kar qilmay davron siliverdi. Hatto boshliqlarimizni yuzsiz munofiqlar, aldamchilar, satqullar deb yuzidan yuziga tillashdi. Lekin boshliqlarimiz g'idam-pedam qilmadi. Beshini past egib, jimmida turib, ularning til haqoratlarini angladi. Yanila yig'lamsirab turib, mayuslangan holda buyruqni ijro qilaverdi. Shu kuni butun qo'shrab zaminini qahr g'azab bilan var-vur varqirab to'vilgan shuarlar, yig'izar sadolari zilzilaga keltiribdi. Lekin foydasi bo'lmadi. Qismat shundoq ekan, peshoniga kutilganni tartmoqdan boshqa chora yo'q ekan. Buyruqning qattiq ijro qilinayotganligidan g'azablangan inqilobchilar ilojsiz, parishon bo'lgan holda qaytish uchun tayyorlanishga boshladi. Men bu buyruq bo'yicha bu yerdagi harbiy hozirliklar kursida o'qish uchun shu kunlar bu tarafga qarab yo'lga chiqqan edim. O'z yurtlariga qaytib ketadiganlarmi atsi yo'lga chiqqan ekan. Yingsar, Yakan, Poskan, Qog'liq, Makit taraflarga ketadigan birer mingdan ortiq odam to'plashib birga minishibdi. Ularning orasida yana Xotan tarafga ketadigan 9 odam bor ekan. Ular yo'lga chiqib, tehi yarim kundak minib qo'shmoq tog'lar orasidagi kangri sayliqqa kelganda osmonda tuyuqsizlar biri ko'k, yana biri qizil ikki aeroplan paydo bo'ldi. Ketayotganlar hech nimadan xabarsiz holda behraman mingiveribdi. Dal shu chog'da to'xti yo'rg'a degan odamning tarti qistab ketib, bir o'nkirning dalsiga o'ltiribdi. Aeroplanlar ularning ustidan 2-3 qatim agib aylanib o'tibdi-da, daraxt bo'yi pastlab ularni biri oldi tarafdan, yana biri orqa tarafdan tanglab pilot bilan o'q tutishga boshlabdi. Bombalarni mo tashlabdi. Aeroplanlar ashundaq past uchib, aylanib agib yurib, ularni bir hazagacha o'q tutib, bombardimon qilib hamma odamni qirib tashlabdi. Aeroplandagilar bular amdi tugashdi deb o'ylabdi-da, orqasiga yenibdi. Dal shu chog'da to'xti yo'rg'a o'rindan turib atrofida o'lib yotgan, jon talishayotgan odamlarga qarashga boshlabdi. Buni yiroqlab ketayotgan aeroplandagilar shu hamon bayqab qopdi-da, darhol agib aylanib orqasiga yenibdi. Uni o'q tutish uchun yaqinlab kelibdi. To'xti yo'rg'a ochiqqa chidamay, shu hamon juvosining ichidan bir avtomatni chiqarib, pastlab kelgan aeroplanga qaratib g'azab bilan etishga boshlabdi. Qizil aeroplanga o'q tekkan tegmaganligini bilolmabdi. Lekin keynidan qop-qora is chiqarib tog'ning u tarafiga o'tib ketganligini ko'ribdi. Ko'k aeroplan uni o'q tutaveribdi. Yiqilib yotganlarning orasida to'xti yo'rg'ining bir og'inisi bor ekan. Uning ismi G'o'jash ekan. U ig'ir yorinib yetib qolgan ekan. U hushiga kelib o'mlab to'xti yo'rg'ining qishiga kelganda u allaqachon o'lib qolgan ekan. U uning qo'lidagi avtomatni olib tog' orasiga kirib ketibdi. Ertasi kechasi qo'shrabga kelib, u yerda oxirgi ishlarini bir taraf qilayotgan boshliqlar bilan ko'rishibdi. Ko'rgan ahvollarini birma-bir bayon qilibdi. Ularmi aeroplanlarni ko'rgan, bombalarning portlagan ovozlarini anglagan, lekin bundaq fojia yuz berib qilishini o'ylamagan ekan. Ular shu hamon atlanib kechda yetib beribdi. Tog'lar orasidagi kangri sayliqqa berib qarasa degandek ahvol shundoq. Qag'i quzg'unlar cho'qilayotgan birer mingdan ortiq odam jasadlarining xuddi sayning teshida kalla mollaq holda yetib ketganligini ko'ribdi. Shu kuni aeroplanlar o'qqa tutayotganda ularning orasidagi 40 tak odam qochib qutulib qolgan ekan. Daryoning bo'yida yo'shirinib yotgan go'mindan askarlari ularning birini qoldirmay hammasini o'ldirib o'tibdi. Amdi hiliqi avtomatning gapi kelayli. Aslida bu mundaq ish ekan. Qurollarni yig'ayotgan chaqda to'xti yo'rg'a bir avtomatni tiqabapti. Uni boshqalar aldirashliqda bilolmay qopti. Lekin to'xti yo'rg'ining og'inisi G'o'jash ko'rib qopti. U ajablanib undan so'rabdi. Bu bir nimani amdi nima qilsan? Urush tugagan tursa, lozim bor. Men qaytib ketsam hukumat meni cho'qim o'ldirib o'tadi. Shunga jangalga kirib ketib, mushu bir nim bilan ovchilik qilib jon saqlayman, deb javob beribdi. To'xti yo'rg'a yo'lga chiqish oldida avtomatni dumbisiga tingibdi. Uzun jo'sini kiyib, teshidan belni bog'labapti. Boshqalar hayron bo'lib, havo jahon odamni ko'dirgidek shuncha qattiq issiq tursa, yana nimishqa undaq jo'y kiyib olding, deb so'rabdi. U belim og'rib aram bermayotdi. Yo'lda avara qilmasin deb jo'y kiyib oldim, deb javob beribdi. Anjambay
Аңтаң болып ойланып тұрып қалды. Acaba ismimi, laqabimi o'xshib ketadigan, jahonda uning o'xshash ismi, laqabi o'xshib ketadigan undaq odamlarga xili bor, lekin qandoq bo'lib u Said nazardan so'rab qoldi. To'xtiyorga dedingizmi? Go'mindan askarlarining orasidami mushundaq to'xtiyorga deydigan bir odam bo'ladigan, ismimi, laqabimi ajab o'xshaydi ekan. Qog'liqdan degandek qilib edi. Ilgari siz uni ko'rganmidingiz? Ha, ko'rgan. Men bilan bir batalyonda edi. Ilgari u Go'mindanning 18-polkining askari ekan. Texi 2 oy ilgarila qochib kelib bizga qo'shilgan yaramliq yigit edi. Ehtimol siz ko'rgan ashu odam men gapini qilgan To'xtiyorga degan odamning dal o'zi bo'lishi mumkin. Said nazar yana buqildab yig'lab turib qaynab so'zlayverdi. Biz bu bitimga ko'p badal to'lab ketdik. Qaraganda buningdan keyinmi yana buningdanmi og'ir badallarni to'lab tugishibla ketadigan o'xshaymiz. Menga bizni mushundaq og'ir oqibatlarga mubtalo qilgan bu bitimni tuzishga yengib bo'lmaydigan besim sabab bo'lgandek, bu bitimning tagiga yana qandoqdir biz bilib bo'lmaydigan bir sir yo'shirinib turgandaklar tuyulyotdi. Lekin bu qandoq besim ekanligini, qayerdan kelganligini men zodila bilolmadim. Ehtimol buningdan keyinmi bizmi, sizmi hammamiz o'xshashlar bu sirni mangu bilolmay bu jahondan mushundaqla o'tib ketadigan o'xshaymiz. Mushundaq dahshatli fojialar boshqa joylardami yuz bermoqda edi. Yurtlariga qaytarilgan turkum inqilobchilarning yo'l ustida ana shundaq dahshatli holda bostirilganligi, hatto ularning o'liklarini chala qo'ymay chanab qiyma-chima qilib atganligi, ba'zilarining o'liklarini tashliqlarda otlarga so'rtib yurib ustixonlarini pari qilib tashlaganligi, yo'llarda qochib aman qolganlarimi yana tutilib qilib jaduga besib to'g'rab daraxtlarga mixlab darg'a esib o'ldirilganligi haqidagi ichinishli shum xabarlar bu yerga kunda degidak taraflardan uzilmay kelib turadi. Yurt yuzumagarlari texmu haddidan eshib ketgan edi. Ular cho'moqchilarni agashtirib yurib, uymi-uy, mahalla, ko'cha chala qo'ymay aqtirib, inqilobchilarni izlaydi. Tutib olsa, o'ldirib tashlaydi. Hatto ularning ayroqchilari shahar qatirab lalma itlardek purab yurib, o'z yurtlaridan chiqqan inqilobchilarni izlaydi. Ularning derekini olgan hamon hukumat o'rinlariga chiqib qo'yib, o'ldirib o'tadi. Yurt zumagarlari cho'moqlab, pichoqlab, qilichlab, egiz hanglardan tashlab, otlarga so'ritib, quruq quduqlarga tashlab, terik ko'mib, daraxtlarga esib, daraxtlarga mixlab, etib, o'ldirib atganlarning sonimi nihoyatda ko'p edi. Ular texmu g'aljirlashib, shu qatorda inqilobchilarning ota-onalari, hatto urug' tuqqanlarini omon qo'ymadi. Sazoyi qilib o'ldirdi, tutqun qildi. Mol-mulklarni bulang-talang qilib, uy makonlarini ko'ydirib kul qilibdi. Bu yerga jam bo'lgan kursantlarning hammasi taraflardagi qismlardan tanlangan g'olliq komandirlar edi. Shunga ularga o'z qismlaridan yurtlariga qaytarilgan inqilobchilarning dahshatli holda bostirilganligi haqidagi echinishli xabarlar kelibla turadi. Bu shum xabarlar ularning yuragini ichishtirib, qon zardab qilib uchun bu joyni kunda degidek yig'izor qoplab ketdi. Anjambay bir kuni brigada komandiri Tahir Bagni izlab xili avar bo'lib qoldi. Buningdan so'rab surishtirib, izlab yurib, uni jilg'a ichida ot yuyayotgan yerdan aran topdi. Ilgari ular billa o'qib, billa o'ynab yurib tang cho'ng bo'lgan. Keyincha yana billa ovchilik qilib yurib, mahoratini tang o'stirib, har ikkilisi o'xshashla usta merganlardan bo'lib yetishgan qadinas og'inlardan edi. Tog' inqilobi portlagandan keyin Tahir Beg brigada komandirligiga tayinlanib, uning boshlig'i bo'lib kelmoqda edi. Shundoq bo'lsa-mu ular "Men cho'ng, sen kichik demay uchrashib qolsizlar, baldurqidaklar hozirgacha chilishib, qo'l qayrishib, kuch sinishib, naqsha o'lan aytib, ko'ngillarni ichib yurishadi. Yaqinqi kunlardan bu yanqi 11 moddalik bitimning ichinishlik besimi Tahir Begnimi
qattiq cho'chitib g'azablantirib o'tgan edi. Ilgari sal qisiq ko'zlari o'ynab turadigan, qizg'ish lavlaridan pising kulga ketmaydigan xushchaqchaq, sho'x bu odam mana amdi to'la chechiladigan, terikkak, qapqidan qor yig'ibla turadigan, g'alita mijozlik to'ng bir odamga aylanib qilyotdi. Boshqalardan o'zini qochirib yuradigan, ba'zida texi xili yaqin odamlarni ko'rsimu, ko'rmasga silib oldigan bo'lib qoldi. Faqat Anjamboy bilanla ancha-muncha mo'ndishib qo'yatdi. Boshqalar bilan kori bo'lmaydi. G'amkin, qayg'uluq ko'rinatdi. Shu topda u Anjamboyni ko'rib sal ichilgandek bo'ldi-yu, lekin shu hamon yana chiroyi tutilib, ko'zlariga lo'mmida yosh oldi. "Nim bo'lding? Bakla yodab ketibsan-ku. Mijozing yo'qmi?" "Yo'q", dedi Tayir bek otni yuyitib. "Nima bo'lganligim o'zingga ayon. Biz aldandik. Betim bizning beshimizga chiqdi. Odamlarimiz chichilib, qirilib tugishyotdi. Biz endi xalqqa nima deymiz? Kishilarning yuziga qanday qaraymiz? Bizga ishinib, inqilobga qatnashganlarning hammasini betim go'rga ittiribdi. Biz go'mindonchilarni yo'qotolmadik. Aksicha go'mindonchilar bizni yo'qotibdi. G'azabim qaynab zodila bo'lolmayapman. Endi bizga o'lib o'lishdan boshqa yo'l qolmadi." Nima? Undaq dema. Bizga yana yo'l bor. Yo'l? Qandaq yo'l bu? Endi bizda hech qandaq yo'l qolmadi. Yoki chetga qachay demsan, navoda shunday xiyoling bo'ladigan bo'lsa, mushu turgan joyingdala menandan tutun chiqarib o'taman. Lekin sening gap so'zlaringdan, ish harakatlaringdan undaq yomon niyating borligini mo sezalmadim. Undaq yomon o'yda bo'lmaydiganligini mo obdan bilaman. Bizning yiltizimiz qirqilgan, mangdan yo'llarimiz etilgan tursa, yana yo'lning gapini qilg'iningga qarab shundaq deyapman. Biz shu topda xuddi yiltizi qirqilgan daraxtga o'xshab qoldik. Yiltizi qirqilgan daraxt hamon qurib tugaydi. Yo'q, bizning yiltizimiz bor. Xalq bizning yiltizimiz. Nim demaksan? Yana o'tgan qatimlardagi gaplarini takrorlamoqchi o'xshamamsan? Davomliq jang qilayli deb meni o'z gapingga kirgizish uchun yana qistamoqchimisan? Bo'ldi qo'y. Endi undaq bema'ni gaplarini menga qayta degichi bo'lma. Yo'q, mumkin emas. Endi biz tugashdik. Shunda men bugun dal mushu ishni maslahatlash uchun seni izlab kelgan edim. Do'stim, bizning polkimiz texi tarqab ketmadi. Sen bilingni qo'yib atma. Birlikda qo'shinni yana kengaytayli. Dushmanga aram bermayli. Shunda qilsa xalq yana qo'zg'aladi. Xomxiyol, hammasi aqmaydi. Quruq gap. Xalq endi bizga ishonmaydi. Bizga hargiz agashmaydi. Qo'shinni kengaytish mumkin emas. Hozir holatini saqlab qolg'ili bo'lmaydi. Hozir hammadan muhimi amal qilib jonni saqlab qilish, fursat kutish. Bizga yana yordam qilsang bo'ladi. Degina, qanday yordam qilaman? Qo'limdan kelsa ilojini qilaman. O'zimizni qo'g'dab turg'idek biror talmo qurol yarg'imiz qolmadi. Tayir bek otning uchini siylab turib, bir hazog'icha o'ylanib turib qoldi. "Ha, mana endi esimga keldi", dedi u Anjamboyga qarab. "Inqilob boshlangan chog'da men mujida azroq qurollarni tashlab qo'ygandek qilib edim. Qurol yaroqdan g'amimiz bo'lmaganlik uchun u qurollarni akal olishmo esimga kelmabdi. Soni azroq, aranlar 3 avtomat, 2 pulemyot, yana 5-6 dak miltiq, 5-6 qopdak o'q-dori borligi esimda. Hozircha az bo'lsa-mo shuni akal olinglar. Mangdigan chog'da men bilan ko'rishinglar. Qurol bor joyni obdan deb beray. Mening hozircha uningdan boshqa ilojim yo'q. Lekin do'stim, sen endi qayliqingni tashla. Pinhon joyda hayotingni saqlab fursat kut. Undaq joylarni men obdan bilaman. Hayotingdan andish qilyapman. Meni mo hozircha jangga chiqishga zo'rlaverma. Vaqti emas. Qilgan yordamingga rahmat do'stim. Sen mo endi mening yo'limni to'sma." Tayir bek otni yetilab otxona tarafga ketib o'tib, yana g'udonshib qo'ydi. "Bo'ldi, sen endi bu kursdan ket, foydasi qolmadi. Janubiy Shinjang milliy armiyasini qurish plani suvga chilishib tugashgan tursa, yana nimaning g'olliq kadri bo'lmoqchidan? Uyutadigan odamning mo tayini yo'q. Bu yerda osmondagi g'azna sho'rpisiga nonchilab yeb yurgicha turmagan yaxshi. Hamoqat." Davomi bor.